meni pisand qilmaydi. Do'st chiqmaydi bu ilonni. Ovsin? Ovqatingiz mabodo achigan narsalar yo'qmidi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Nahotki achigan mahsulotlardan ovqat qilsam, uyga o'g'ir kirdimikin? Qara narslaringga, qara. Bu dunyoga ayol bo'lib kelib, hech bir ayollarda yashamadim. Yaqinlashmang. Nima qilganing bu? Tegmang menga. Bilmasam, dadasi juda qo'rqib ketyapman. Bizi dushmanimiz bor, dadasi. Kimda dushman yo'q? Ey! Gapir dedim senga. Nima bo'lgan? Ha? Amma, Ey! Bu mulozamatingiz oyim xafa bo'lgani uchunmi endi? o'zim, or-nomusim, ota-onam uchun. Ha? Chiroyli yasabdi. Ha, chiroyli. Shunaqa dasturxon yasasa, qiz bola degan. Mana qarang. Sen ham o'rgangin. Voy, bu senmi? Ha. To'xtab tur. Marjona? Kelin, Labay oyijon. ishlaring tugatdingmi? Ha, tugatdim hozir. Nima ovqat qilay? Uyda nima bo'lsa, borini qilaver. Shuni ham mendan so'raysanmi endi? Oyijon, meni mant yegim kelyapti. Ana eshitdingmi? Mantiq qila qol. Xo'p, Bor? Nega turibsan? To'g'ri. Menga qara. Ha, bundan oldingisini ham ko'rsat. Haligi dasturxon Mana, turgandiku chiroyli bo'lib. O'sha. ha, hozir. Qani? Mana. Voy. Yana nimadir sindi. Qo'li sholmi nima bola jiyaningizni? Tinov kuni bir dasta piyolani qo'ldan tushirib yubordi. Nima? Voy, qo'lgina sinsin bu merovni. Nega menga o'sha paytda darrov aytmading? Voy, oyimga yetmayin deb yalindida. Mana, aytmaganingning oqibati. Hozirchi men buni yaxshilab tuzlasam, qo'li ham, oyog'i ham yaxshi ishlaydigan bo'lib qoladi. To'xtab tur. O'ldi. Ha? Nima bo'ldi yana? Yana nimani sindirding? Haligi oyijon. Piyola qo'limdan toyib ketdi. Ha? Piyola o'zi yurib ketayotganda qoqilib ketib sinib qoldimi o'zi? Yo'q oyijon. Sinmadi. Haligi men O'zimni dovdirligim uchun qo'limdan tushirib yubordim demoqchimisan? kechiring. Seni necha marta kechirish mumkin, ha? Bu uyimdagi hamma idish tovolarim sinib adoy tomon bo'lguncha kechirishim kerakmi seni? Tunov kuni sindirgan piyolalaringni meni bilmadi deb o'ylayapsanmi? Bu meni bilganlarim hali, bilmaganlarim qancha. Yo'q, faqat shu, boshqa yo'q. Kelin bo'lib tushganingga hali bir hafta bo'lgani yo'q. Ishni idish sindirishdan boshlading. Shuni aytadi-da. Cho'ponni tayog'ida, kelinni oyog'ida ma'lum deb. Yomon kelinichi mana bu qo'lidan ham ma'lum bo'laverar ekan. Xona vayron qiladi bu. Hamma narsani o'chirib, sindirib, tugatadi. Bolam bechorani yomon qilishdi axir.
Bolamni urganlarning qo'li sinsin iloyim. G'ish bilan kim jazo optiki, tolib urganlarning qo'li sinsa. Militsiyaga bering, bir adabini ko'rsin. Shunaqa qilaman degandim, dadasi qo'ymadi. Ko'z ko'zga tushadi-yu axir. Voy, yerga yotqizib olib, duch kelgan joyiga tepkilab tashashdi. Talpada qolib ketdi bola sho'rlik. Og'zi burni qonga belanib o'tgan edi bir qaraganimda. Voy sho'rim, voy bolam tushmagur. Endi nima qilaman a? Kasal bo'lib qolsa, bir nima bo'lsa, birorta kasal orttirsa nima qilaman? Shuning uchun ham tezroq harakatingizni qiling deyapman-da. Jazosini olsin. To'g'ri aytasiz. Ha? Buni shunday qoldirmaslik kerak. Birinchi navbatda o'g'lingizni doktorga olib boring. Miyasiga shikast yetgan bo'lsa, kech bo'lib qolmasin yana. Voy, to'g'ri aytasiz. Voy, erga tegmay har balo bo'lsin bu Marjona. Bolamni devona qildi, balo bo'ldi boshiga. Balo bo'ldi, balo. Ammasini o'g'liga atalgan ekan, nima qilardi o'g'limni ishontirib. Hozirgi qizlar juda ayyorda. Bolam sho'rlik shuni to'yini eshitgandan biron ichiga chiroq yoqsa yorishmayapti. Tuzam totmay qo'ydi. Nimasini yaxshi ko'rgan hayronman. Ko'ngilda ko'ngil opa. Shahzodani ko'ngli qurbaqaga chiqdi degani shu bo'lsa kerak opa. Qurbaqa bo'lmay har balo bo'lsin. Mayli. Yana gaplasharmiz. Xo'p, bo'pti. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Keyin men shifokor bilan gaplashdim. Ha. Oyimda bo'layotgan yaxshi o'zgarishlarni aytdim. Oyimga hozir fizioterapiya muolajalari kerak ekan. Yana ham tezroq tilga kirishlari uchun dori-darmonlarni olishlari zarur ekan. Qanday yaxshi. Shifoxona bizning uyimizga yaqin. Agar joylashtirsak, o'zim o'sha ovqatlardan xabardor bo'lib turardim. Sizlarga ham yengillik bo'lardi, kenaya. Yaxshi. Oyjonimga o'zim qarayman. Oyjonim ancha yaxshilar. O'zlari ham qo'llarini harakatlantirishga harakat qilyaptilar. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketadilar. Iloyim, aytganingiz kelsin. Bugun keliningiz ovqati pishadimi, yo'qmi? Marjona? Marjona? Labay oyijon. Bu bermasa ovqat pishmas deganlaridek. Bugun bu ovqat pishadimi o'zi, yo'qmi? Hozir oyijon ozgina qoldi. Nimaga shu paytgacha tayyormas ovqating? Nimaga? Ulgura olmay qoldim-da, uzr. Uyda nima ish bor ulgurmaydigan? Ketmon chopmasang, sigir sog'masang, nimaga ulgurmaysan? Uzr. Ey, uzr deyavermasdan bor ovqatingga qara, tezlashtir. Hadeb uzr so'raysanmi? Xo'p. Tez bo'l. Nima ovqat qilyapti o'zi? Manti. Manti mayda ish bo'lsa, bitta o'zi ulgura olmaydi. Sojida qarashsa bo'lmaydimi? Qo'l oyog'i chaqqon bo'lmasa, oddiy bitta tuxumni ham qovurib olib kela olmaydi. O'zingiz tanlagan kelinda. Bo'ldimi ovqat? Yeb qo'yadi meni ana hozir. Nima bo'ldi? Mundoq gapirsangizchi. Nimani o'ylayapsiz? Kenaya, uzoq bir oydan keyin qornim chiqib qoladi. Nima qilaman? Qaynonam oldida kim degan odam bo'laman? Siz Rustamjonni o'zidan so'radingizmi? Balki oyisi bilan gaplashgandir. So'radim. To'g'risi rostini aytsam, sizdan ko'ngillari qolib ketmasin deb aytmaganman dedilar.
Xavotir olma, o'zim gaplashaman dedilar. Bo'ldi. Siz namuncha xavotir olyapsiz? Hech qachon nomussiz qizlar kabi bo'laman deb o'ylamagandim. Shu qilgan ishi uchun o'sha Nodirni qamatsammikin deb o'ylab qolaman. Lekin akalarimni o'ylayman, boshi egilmasin deyman. Qo'ying, siqilmang. Hech bir zo'ravonlik jazosiz qolmaydi. Bandasi jazolay olmasa, Yaratganning o'zi jazosini beradi. Bunga hech shubha qilmang. Aytganingiz kelsin. Jazosini olganini o'z ko'zlarim bilan ko'ray. Ko'rasiz, albatta ko'rasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oying uydami? Ichkari dedilar, kiravering. Xo'p, mayli. Ovsin. Ovsin. Ha? Voy, keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Ovsin? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshi. Ovsinjon, To'tinis Ovsin sizdan qattiq xafa. Nega? Sizni ogohlantirishga keldim. Xo'p, nimaga axir? O'sha kuni Marjonanikiga ovqat pishirgan borgan kunimiz meni aytmadi deb arislab oldi. Voy, esim qursin. Xayolimdan ko'tarilibdi. Ish bilan bo'lib qopman-da. Endi sizdan chiqqanda meni ayirdilar. Erim kasalligi uchun meni ajratishdi deb xafa bo'ldi. Shu ovsinimi? Nolishlari ham hech to'xtamas ekanda. Qachon qarasa kimdandir norozi bo'lib yuradilar. Aytmadi deb uyda arazlab o'tiravermasdan o'zlari ham boraversalar bo'ladi-ku. To'ppa-to'g'ri. Begona joy bo'lmasa. Matluba amma sizga ikkovinglar boringlar deb aytgan ekanlar-ku. Men ham shunday dedim. Arazchini bahonasi ko'p deganda arzimagan gapga ham o'pkasi to'lib o'tiribdi. Siz chiqing-da. Bir chaqib ushib chiqing. Voy, nimaga? Ikkinchigina qilib, labini qilib chuchaytirib yurmasin. Haddini bilsin. Yo'q, urushmayman. Uzr so'rayman. Ana shunaqada uzr so'rab boshingizga chiqarib olasiz. Keyin nuqul nolib yuradi. Men bilmadim. Yana o'zingiz bilasiz. O'tirsangiz bo'larmidi? Boring. Ichkariga. Voy, tushunmadim shu ovsinimga. Hey Ovsin. Tegmang gulga. Tegmang gulga. O'lib qoladi. Siz tegsiz. Zaharingiz bor demoqchimisiz? Men-ku tegsam o'lib qoladi. Siz yonidan o'tsangiz o'ladi. Voy, bu. Hazilingiz ham qursin. Hazillashdim-ku. Nimaga ko'rinmaysiz? Yevro bo'lib keting-ne. Sizga o'xshaganlarni ko'zi bizni ko'rarmidi? Voy. Nimaga unaqa deysiz, Ovsinjon? Sizga pismiq ovsiningiz bo'lsa bo'ldi. Biz bilan ishingiz yo'q. Ovsinjon. Ochiqroq gapiring. Hech narsaga tushunayotganim yo'q. O'lay agar. Balodek tushunib turibsiz-ku. Ostonangizda xatlashim bilan muncha oqvoq qildingiz. Arpangizni xom urdimmi? Munda men bitga o'tiraylik. Sal nafasim rosli. Voy. Voy. Gulhidaxon. Assalomu alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Tinchmisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. O'zichi siz yoningizga ketayotgandim. Labbay opa. O'sha kuni men qizimnikiga ketganimda
uyimizga birov kelganini ko'rmadingizmi mabodo? Yo'q, opa, hech kimni ko'rmadim. Tinchlikmi? Nega so'rayapsiz? Ha, tinchlik. O'zim shunchaki so'radim-da. Biz yo'qligimizda uyimizga bitta yarimta kelib ketmadimikin mabodo deb o'ylayapman. Uzoqroqdan qarindoshlarimiz kelishi kerak edi. To'y xabarini kechikibroq eshitishgan bo'lishlari mumkin-da. Uzoqdan kelgan mehmonlarni ko'rmadim-u, ammo o'sha kuni o'singizni darvozani tagida turganlarini ko'ruvdim. Qumri kelganini bilaman. Marjonanikiga birga ketgandik o'sinim bilan. Yo'q, opa, qumri o'singiz emas. Ikkinchisi bor-ku, to'tinisi o'singiz. Doim hammadan arazlab, nolib yuradi-yu, o'sha o'singiz-da, opa. Yo'q. Aniq ko'rdingizmi? Adashmayapsizmi mabodo? Opa, nega adashaman? Aniq o'sha ayol edi. Opa, siz nega ajablanyapsiz? Yoki o'singiz bilan urushganmidingiz? Yo'q, urushmaganmiz. Qaynag'am mazalari yo'q edi. Ovsinim sho'rlik bir qadam ham uydan chiqolmay qolgandilar. To'y kunlari erini birdan mazalari qochib qoldi. Shunga ovsinim uyda erini yolg'iz qoldirib biznikiga kelishiga hech ishona olmayapman-da shunga. Opa, sizni aldaymanmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim axir. Darvozadan kirayotganmidi yoki chiqayotganmidi, anig'ini bilmayman-u, lekin xuddi o'sha o'singiz edi. Men shoshilib ko'chaga chiqib ketayotgandim. Biror ish bilan chiqqandir-da balki. Shunaqa shekilli-da, opa. Sizni uyda bo'lsa kerak deb o'ylagandir-da. Bo'lishi mumkin. Ha. Tushunarli. Pismiq o'sinim meni ham aytgani yo'q. O'zim bordim, siqilib. Bekor qilibsiz. Bormang edi. Bir kun borardik ikkalamiz. U pismiqchi bir kun oldin Marjonanikiga o'lgani kunidan taom pishirib boraman deb birgalikda boramiz deganda. Ertasi kuni ham peshin bo'ldi darak yo'q. Taomi tayyor bo'lsa xabar beradi deb uyda o'tirdim. Ammo sado bo'lavermagach, qani bir xabar olay deb chiqdim. Uyga borsam, ovqatda allaqachon tayyor. Voy, pismig'i. Meni ko'rib, rangi gezarib ketdi. Tasodifan borib qolganim uchun yuring siz ham dedi. To'tinisi ovsinimni ham chaqiraylik dedim. Birga boraylik desam, nima keragi bor dedi. Undan ko'rasi qaynakamga qarasinmish. Shu siz ham to'yi bahona qilib, mullakamni qarovsiz qoldiribdi dedi. Voy. Men erimni qarovsiz qoldiribmanmi? Shunaqa dedi siz. Ham xizmat, ham tuhmat ekanda. To'yda oyog'im 6, qo'lim 7 bo'lib xizmat qildim. Birortasi siz o'tiring, eringizga qarang degani yo'q. Nima? Endi to'yni o'tkazib olib, shu gapni gapiryaptimi? Nima? Endi taniyapsizmi qaynakangiz bilan ovsiningizni? Ha? Ularchi azaldan shunaqa-ku. Ha, to'ying boshingdan qolgur. Qizing baxtsiz bo'lsin ilohim. Amin. Meni odam o'rnida ko'rmaydi bu megajin. Xuddi shunaqa. Hazar qilish qanday ekanini ko'rsatib qo'yaman hali. Faqat hoy, Ovsinjon, o'rgilay sizdan. Mendan eshitganingizni aytmang. Xo'pmi? Boshim baloga qoladi. Bilasiz-ku? Xavotirlanmang, sizni aytmayman. Har qirchiningdan qiyilgur. Komil boyvachchani jahllari chiqqanmish.
necha yildan beri nogiron ukangni bir qara olmaysan? Rahmating shumi? Ukangga joning achir ekan, bir kelib qara. Yoki ro'zg'orda nimang kam deb xabar oldingmi? Bir bolani ayol boshim bilan o'zim katta qilyapman. Yana mendan nima istashadi? Ovsinjon, yog'ochni bo'shini qurt yeydi. Bo'shsizda Ovsin, bo'shsiz. Men shu er bilan yashagandek bo'lganim yo'q. Ayni o'ynab kuladigan paytimda to'shakka mixlandi. Irganmay tuvagigacha to'kib tozaladim. Mendan boshqa ayol bo'lganda shartta boshqasiga tegib ketardi. Aslida ham shunaqa qilishingiz kerak edi. Mana. Nima oldingiz? Shol bo'lib qolgan erkakni tuvagigacha tozalab. Kimdir kelib, onasi, akasi, ukasi sizga rahmat dedimi? Kallam ishlamadi Ovsinjon. Kallam ishlamadi. Kalla bo'lsa ishlaydi. Hammasini Xudoga soldim. Xudoga soldim. Ovsinjon, ey, siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ha. Kim qilmagay, kim topmagay deydi. Hali sizga nimalar qilishgan bo'lsa, bularni birma-bir boshiga tushadi. Men ularni boshiga tushishini kutib o'tirmayman. Shunday kunlarni o'zim boshiga solaman. Endi o'zingizga kelyapsiz. Boplang Ovsin, boplang. Oyi, Ha, qayerga ketyapsiz? qassobni oldiga ketyapman. Go'sht olib kelaman qizim. Men ham boray. Voy jon qizim, shundoq boraman, shundoq qaytaman. Sen uyda o'tirib turgin, xo'p? O'g'ri keladi-ku, yana qo'rqaman. Voy jon bolam, hech qanday o'g'ri kelmaydi. Darvozani ichkaridan zanjirlab olgan. Ana ichkarida buving borlar. Agar qo'rsang, buvini oldiga chiqib o'tirgin, xo'p? Yo'q, oyijon, uyda qolmayman. O'g'ri uyimizga tushgan-ku. Yana kelsa men nima qilaman? Buvim gapirolmaydilar, yurolmaydilar. O'g'rini urolmasizlar. Voy jon bolam, bir qadam joyga ketyapman. Shunga ham eshikni qulflab yurmay. Uyda bo'lib turgin jon bolam. Yo'q. Voy qaysarima, tush oldimga. Yur. Voy. To'ttinisa. Ha? Dorim qolmagan. Qolmasa nima qilay? Olib kel. Pul qolgani yo'q. Pul topib keling. Keyin doringizni olib kelaman. Hoy inson, sizga gapiraverib charchadim. Boring, ishlang. Senga gapirish osonda. Uyaldilarmi? O'z hollaridan or qiladilarmi? Ha? Nimaga uyalasiz? Siz ataylab qilayotganingiz yo'q-ku. Axir bu dard. Uyalmang. So'ramasangiz, begona tugul, aka-ukangiz ham bermaydi. Voy. Ana kelayotgan To'tini sokinaymi? Ha, o'sha. Dorixonaga ketyapti shekilli. Ish qilib amakin yaxshimikinlar? Bilmadim. Ovsin? Hoy Ovsin. Ovsin. Voy.
tushunmadim. Eshitmadilar shekilli. Tushunmadim. Eshitmadilar. Yo, atay qilyaptimi eshitib turib? Tushunmadim. Menimcha eshitdilar, oyi. Sen qayerdan bilasan? Menga eshitgandek tuyuldilarda. To'g'ri aytasan. Shunday yonimizdan burilib ketdi-ku. Shunchalik yaqin joyda meni tanimasligi, eshitmasligi mumkin emas. Shu-da, oyi. Ha, mayli, yur. Yura qol. Xo'p. Shu kam ham ko'nglini ko'taraylik. Ana kelin. O'zlari ham kelib qoldilar. Ya. Yangam bugun chapyoni bilan turgan shekilli. Shunaqaga o'xshaydi. Bu o'zi kamdan kam o'ng tomoni bilan turadi. Doim xafa, doim arazlaydi. E'tibor bermang aka. Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi. O'zi fe'li shunaqa yangam. Fe'lidan o'rgirdim bu xotinni. Ukam sho'rlik shunga chidab yashayapti. Ha, qadimdan bir gap bor-ku. Xotining bo'lsa, xo'p yaxshi. Agar yomon bo'lsa, faylasuf bo'lasan degan. Hali akam katta faylasuf bo'lib ketadilar. Kiring. Yurchi. Uy, Habibullo. Aka. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Aka, urinmang. Hozir. Yaxshimisiz akajonim? Yaxshiman, o'zingiz yaxshimisiz? O'tir. Yaxshimisan? Yaxshi. Aka, ko'rinishingiz yaxshi-ku, ko'z tegmasin. Rahmat. Yaxshi o'tiribsanmi? Boringga shukr. Boringga shukr. Tavba. Ovsinim nega bunaqa qildi ekan? Menda arazladimikinlar? Qiz ko'rdiga umrini olib borib, uni aytmagan bo'lsangiz yonib ketgandir degan. Esimdan chiqibdi-da, shunga shunchami? Anavi qo'shnimiz Gulxida. O'sha kuni to'tinisi ovsiningizni aniq ko'rdim dedi. Nega kelgan ekan biznikiga? Bilmasam. Darvozadan chiqayotgandek bo'ldim-ey deydi. Qanaqa kirdi ekan? Darvozani kaliti toshni tagida turishni biladi-ku. Shuni olib kirdimikan? Xo'sh, uyga kirgan bo'lsa, nima qidirdi ekan? Nahotki o'g'irlikka tushgan bo'lsa? Ko'p katta ayol o'g'irlik qilmas. Shoshmang. Qumraniso ovsinim o'sha kuni bir paytlari men narsalarimni o'g'irlagandi degandilar. Ha, aniq shunaqa degandilar. Uydan kosammi, cho'michimni, nimalarnidir so'ramasdan olib ketgandi degandilar. Balki biznikiga ham yo'q-ey, bema'ni xayollarim qursin. Balki ovsinim kirmagandirlar. Yanga, bu ikki o'zingizni hamma narsani kutsa bo'ladi. Xo'p, bunda kim kirgan unda? Nega aynan siz Marjonanikiga ketganingiz kelgan ekan? O'sha kuni uyda bo'lmasligingizni bilgan. Shunaqami? Ha. Juda ham shubhali. Mayli Jamilaxon, yana gaplashamiz. Xo'p, keling. Mayli, xo'p.
ilohi omin. Allohim dardingga shifo bersin. Allohu akbar. Men yarimtam, bormisiz, omonmisiz? Yarimtang ado bo'ldi. Unaqa demang aka. Hali uzoq yashaysiz. Bolalaringizni to'yini ko'rib, nabiralaringiz yelkangizda opishlab katta qilasiz aka. Ilohim shunaqa bo'lsin. Hech bo'lmasa yolg'iz farzandimni rohatini ko'rsam armonim bo'lmasdi. Sobir, akang nima deb valdiraydi? Yosh ketaman. Qari o'laman deb qo'rqitashganda. Yo'q. Ahvolimni ko'rib turibsiz-ku, aka. Jamila, shoshma. To'xta. Nima kerak senga? Nima deysan? O'sha yeringni nimasiga uchding? Puligami? Pul bilan ko'mama seni. Nimasi afzal mendan uni? 1000 marta afzal senda. Hattoki bosgan qadamiga arziysan, tushundingmi? Shunaqami? Bilib qo'y, bola meniki. U otalik qila olmaydi, tushundingmi? O, maraz. Rustam aka, Rustam aka. Qara. Rustam aka, qo'ying. Seni o'ldiraman, tushundingmi? Rustam aka, qo'yib yuboring. Rustam aka, qo'yib yuboring. Qo'ying, kerak emas. Iltimos. Boshqa yo'limdan chiqma. Ketdik, yuring. Yur oldimga tush. Ey, meni bolamga otalik qila olmaysan. Men seni o'ldiraman. Ko'rsatib qo'yaman hali senga. Nodirni bilmabsanlar. To'xta. Nima deysiz? Choy obke. Jigarlarim keldi. Choy damlash uchun gazni pulni to'lash kerak. Gaz yo'q. Ukam, kelin novara qilma. Biz bir ro'yga kelgandik. Ishimiz ko'p. Bir piyola choy ichib ketinglar. Hozir men o'zim damlab kelaman. Yo'q, o'tir. Aka, ovora bo'lmang. Choy ichmay yurgan joyimizmi, aka? Mana ko'rdik, sog' ekansiz. Seni mazzang bo'lmadimi deb sendan bir xabar olgani keldik. Bo'lmasa kelmasmi deylar, aka? Men qachon kasal bo'lsam yo o'lsam kelasizlarmi? Nega unaqa deysan? Qo'y endi. Aka, bizga qolsa har kun kelamiz. Lekin sizga tinchlik kerak. Bezovta qilmaylik deb hijolat bo'lamiz-da, aka. Ademay hech kim abadiy bezovta qilmaydigan joyga ketaman. Ungacha iltimos kelib turinglar. Iltimos. Bunaqa dema. Ko'p yashaysan. Aka, sog' bo'ling, doim yonimizda bo'ling. Buni ol. Davolan. Ol. Yo'q, ololmayman. Siz olavering, aka. Sog' salomat yursangiz bo'lgani. Yetmasa yana biz beramiz. Ol. Aka,
Rahmat. Aka, men boray bo'lmasa. Ha, mayli. Yaxshi bor. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, aka. Ukajonim, mana. Tezroq tuzalib ketgan. Ko'rmagandek bo'lib ketgan. Ha? Qayerda edingiz? Kech qoldingiz? Qayerga bo'lardi? Habibulla akamni ko'rgani bordik. Davolanishlariga biroz pul berdik. Siz akangizni o'ylaguncha o'zingizni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Bu nima deganing, ha? Aytmaysizmi akangizga? Aka, bu pullar menga kerak edi deb. Oyimdan olgan 50 millionni qachon berasiz? Uyni nomingga o'tkazib qo'ydim-ku, bermasam ham bo'lar? Yo'q, bo'lmaydi. Siz qarzni to'laysiz, keyin men uyni qaytarib beraman. Ochsan, xotin, ochsan. Nima qilib bo'lsa ham mendan pul olsang, ha? Onang ham shu kuyovim-ku demasdan, qizimga mana shu uyni hujjatlashtirib bering dedi. Senlardan do'st chiqmaydi. Dushmansanlar, dushman. Jigarlarim kelganda nimaga baqirding? To'q miya. Ko'rdingizmi? Men baqirganim uchun ham ular shuncha pul tashab ketishdi. Endi har doim baqirib turaman. Ahmoq. O'zing ahmoq.